Iqtisod sababli oila qursa bo'ladimi? Misol uchun, ayol kishi ajrashdi, qo'lida farzandi bor, 3 ta, 4 ta farzandlari bor, uyga qaytib keldi. Uyda akalar, ukalar chiqishtirmayapti. Tabiiyki, bolalar urushadi, talashadi va kelin bu narsani yoqtirmaydi. Tinch hayoti buzildi, keyin eriga aytadi: "Singlizga ayting, alohida yashasin, oilamiz buzilib ketyapti" deydi. O'shandan keyin ayol kishi mirazizga chiqadi. Agar uylanaman degan birodarlar bo'lsa, ayting, uyimda shunaqa holat bo'lyapti, ro'zg'orimni boqolmayapman, uyimdagilar haydab chiqaryapti deydi. Keyin mirazz aytadi: "Sizga hozir ko'proq boquv kerak, to'g'rimi?" deyman. "Ha, to'g'ri" deydi. Ya'ni er kerak emas. Erga yaramadi bu xotin. Bunga boquv kerak. Ya'ni uyini ijarasini to'lasin, farzandlarini boqib bersin, ablah bo'lsa ham mayli. Keyin men aytaman, siz hozir noto'g'ri ish qilyapsiz-ku. Hozir men birodarlarga uylanaman deb yaxshi niyat qilib, umidlar qilib uylanayotgan odam bilmaydi-ku bu ayol pul uchun turmush qurmoqchi bo'layotganligini. Boquvchi kerakligi uchun. Ya'ni muhim emas kimligi, u tatarmi, o'zbekmi, gruzinmi, muhimi buni ijarasini to'lash kerak, bolalarini boqib berish kerak. Chunki eriga kerak emas bo'ldi u ayol, oilasiga, o'zini haqiqiy oilasiga kerak emas bo'ldi. Ya'ni uydan haydalyapti. Bor ket. Oila qursa bo'ladi. Faqat u bechora yigitni, uylanmoqchi bo'lgan erkakni ogohlantirish kerak. Mani asosiy maqsadim sani boquvingda, sani homiyligingda yashash. Menga o'zi erga ehtiyojim yo'q, mani tilim uzun, unaqa erga ehtiyojim yo'q deb ogohlantirish kerak. O'shanda zulm bo'lmaydi. Men turmushga chiqmoqchi bo'lgan ayollarni e'lonini qo'yib beraman, keyin shu bechora yordam bo'lsin, turmush qurib ola qolsin deb e'lonini qo'yib beraman xolos. Ya'ni shaxsiyga yozganda so'raydiganim, yoshingiz nechida, qayerdansiz, nechta farzandingiz bor va qayerga turmushga chiqa olasiz degan savol beraman. Javob bergandan keyin e'longa qo'yaman. U yog'i erkak bilan topishishgandan keyin o'zligi sovchilik qo'yishadi, o'zligi surishtirishadi. Uyda kim boshqaradi, erkak boshqaradimi, ayolmi, u ayol tili uzunligi uchun ajrashganmi yoki eri ablahligi uchun, alkashligi uchun. Lekin ko'p holda erim narkoman edi deydi, erim alkash edi deydi. Lekin birorta ayol mani tilim uzun edi demaydi yoki aytmaydiki, erim uylandi, erkaklik qilib uylandi. Keyin men unga tanlov qo'ydim. Yo meni tanlaysan, yo uni tanlaysan dedim. Tabiiyki u ayol xotirjamlik berganligi uchun buni ajrashadi. Keyin u er narkomanga aylanadi, ablahga.